Har bitta подписчик 10 metrdan yuguraman. 1972 ta подписчик, почти 20 kilometr. Podgotovka qolamiz, krossovka, suv va sneakers olamiz. Soat 11:00. Bugun Yangi O'zbekistonga qarab yuguramiz. 8 kilometr tezlikda harakatlanyapman. Havo salqin, Tapoch mostiga yetib keldik. Men bunaqasini ko'rmagan odam mashina yurish mumkin emas. Odam bilan velosiped. Hozir Yangi O'zbekiston tarafga qarab yuguramiz. Lekin bunisiga gap yo'q. Hech kim sizga xalaqit qilmaydi. Mazza qilib yugurasiz. 4 kilometr o'tgandan keyin endi bitta sportmen ko'rdim. Yangi O'zbekiston bu yo'llardan bemalol odamlar foydalansa bo'lar ekan. Velosiped, samokat, rolikmi, har balo uchsa bo'ladi. Sekin tempda yuguryapman. 5 kilometr o'tdi. Havo salqinligiga odam charchamayapti. 1 soat o'tgandan keyin endi suv ichishni boshladi. KX Olimpiskiy stadion, KU universitetida o'qiydiganlar bormi? Rovna 10 kilometr o'tgandan keyin Yangi O'zbekiston bog'iga yetib keldim. Xo'sh, 10 kilometr o'tdim. Yangi O'zbekistongacha yetib keldim. Menga bir g'oya kelib qoldi. O'ngga qarab ketsam uyga, chapga qarab ketsam Chirchiqqa. Bitta risk qilgim keldi. Xo'sh, 12 kilometr o'tdi. 12 kilometrdan keyin odam charchaydi. Boramiz endi. Organizm qanday ko'taradi. Yo'lda har baloni ko'rdim. Nechta qulupning ikkitasi 250 kg. Qulupning 1 kilosi 250 ming so'm. Dahshati, endi tekis shossega chiqib oldim. Bu yog'iga endi sal qiyinlashadi. Nega desa bulutlar qochib ketdi. Oldingizdan katta furalar turtvorik deb o'tar ekan. Xo'sh, 15 kilometr o'tdi. 20 kilometr yugurib qo'ysam bo'lardi, lekin bugun Chirchiqgacha yugurib bormoqchiman. Lekin shu qarorim menga qimmatga tushishi mumkin.